Assalomu alaykum yurtdoshlar, men Sanoat Pimonova. Yoshim 38 da, 3 ta farzandning onasi. Hozirda 78 kiloman. Menda 19 kilo ortiq vesim bor. 3-chi farzandimni tug'ganimdan keyin o'zishim juda ham qiyin bo'lyapti. Shuning uchun men sport zalga borishga qaror qildim. Har kuni sizlarga video qilib, nima qilyapman, qanday o'zyapman, hammasini ko'rsatib boraman. Bu albatta uyda o'tirib, tug'ruqdan keyin o'zolmay o'tirgan qizlarimizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Tug'ruqdan keyin ozish juda ham qiyin. Buni ko'p qizlarimiz yaxshi biladi. Именно men sport zalga borib, tug'ruqdan keyin qanday правильно ozishni ko'rsataman. Kun davomida nimalarni yeyman, nima qilaman, hamma yo'qni ko'rsatib boraman. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin.